Qilib berasiz. 1,5 ming bering siz ham. Ya 1,5 ming yengisi ham unaqa emas-ku. Aha, qarang, 1300 ga olgan bo'lsam, foyda kirish uchun 1,5 mingdan. Yo, unaqa qilmaysiz. Nega unaqa qilmaysiz? Mana shu surisiz. Yaxshi-ku, qarang, zato 2% gina ketgan akim. Hop, mana buni 2% ketgan bo'lsa, 2% qo'shdim men o'zim. hop, men buni tutishga olmayman, tirikchilikka olmayman. Bunaqa narx emas. Zo'r narx. Nech pulni aqlatdingiz o'zi? Ha? Nech pulni aqlatdingiz? Bu kimni aqlatdingizmi? Kimdir nech puldir beraman dedimi? Yo'q, men aytdim. 900 beraman. Yo'q. Ha, Yo'q. nech pul beray? Shu aytdim-ku. 900 bera olmayman. 98 bo'yotibdi batareykasi. 98 yaxshi-yu. Yo'q, 900 beraman, bo'ladimi? Yo'q. Nech pul qilib berasiz? Tushib bering. Hali 1300 mayli o'zi narxiga. Yo'q, Qarang, korobkasini. Menga qarang. Hozir shu yerdan shu yoqqa yonman. Darsdan chiqyapsizmi? Ha, darsdan. 950 beraman. Bersangiz, simlariga qo'shib bersangiz olaman. Hamma narsasi bor. Hali ming rovna, tekis. Yo'q, 950 beraman. Mana pulim naqd. Tekis yo'l. Mana pulni ko'ryapsizmi? Ana ko'rdingiz, o'zingiz bir gada ekansiz. Voy, unaqa demi? Mani pullarim qayerga ketdi? Mana 950 beraman. Yo'q. Saniymi? Ha, 955 bering. Marojnoy ismi? Ha, 1 2 3 4 5 6 7. Yomon hazilgacha ekansiz, 900. Ha, yana qarang, men bitta kamroq bergansiz. Yaxshilab sanang. Hozir sanab olasiz. Men bera olay oldin. Mana marojnoyingizga. Ha. Bering telefonimni. Ha, to'xtang. Men tekshirib turaman. Qarang, kam bergansiz. Qarang. Sanab olay. Kimning xudo xolos. 1 2 3 8 8 qarang, nima bo'lsa. 9,5. Yaxshilab ko'rib oling, qalbaki emasmi? Xudo xolos kimning shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimiz borib olib ketamiz. Mana shu qizga o'xshab aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ha, yana ana qo'shorsiz. Men u yoqdan Uyolasiz? Ha,